Bu hayotda birovdan kam qilmadingiz. Dardim bo'lib o'z dardingiz bilmadingiz. Bir bora ham yonimdan siz jilmadingiz. Baxtimga siz omon bo'ling dedi jonim. Bolajonim vaqtimizga bo'ling omon. Deysiz dedi holimizni so'rab hamon. Bizga ulfat bo'lib qoldi yaxshi yomon. Baxtimga siz omon bo'ling dedi jonim. Do'stim bo'lib dushmanlarim turibdi-da. Bu hayotda har kim g'amim ko'ribdi-da. Farzandingiz deb ko'ksim keribdi-da. Baxtimga siz omon bo'ling dedi jonim. Alo. Assalomu alaykum. Aloy, assalomu alaykum. Alo. Rahmatulloh. Ahvollaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Gapingiz kelmayapti. Ahvollaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Ha? Alo. Ahvollaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Kimse tushunmadim. Gapingiz yaxshi kelmayapti. Tug'ilgan kuningiz Abdurahimjon ota bilan bog'landikmi? Ha? Tug'ilgan kuningiz Abdurahimjon ota bilan bog'landikmi? Bog'landik. Rahmat. Otajon, tug'ilgan kuningiz bilan payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan sizni chin yurakdan muborakbod etaman. Bo'ling rahmat. Rahmat, siz bilan ayni damda Qalb tiriklarim loyihasi va loyiha boshlovchisi suhbatlashmoqdaman. Otajon, loyihamizga yurakka yaqin bo'lgan insoningizdan dilnomalar yetib kelgan. Taxmin qila olasizmi, ushbu insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Qizlarimmi yo kelinimmi? Otajon, bizga murojaat qilgan inson Qayumjon aka ekanlar. Kelinimmi? Qayumjon aka ekanlar. Avoy. Gapiravering. Kelyapti. Bizga murojaat qilgan inson Qayumjon aka ekanlar. Tanisizmi ushbu insonni? O'limdi. Albatta, bugun otajonimni tug'ilgan kunlari chiroyli qilib tabrik yo'llab bering. O'zim safardaman, lekin ularni juda sog'indim deb bizga murojaat qilgan ekanlar. Rahmat. Rahmat, shuningdek ushbu tabrikka keliningiz Zulfiyaxon opa va qizlaringiz Vohidaxon, Masturaxon opalar va nabiralaringiz hamkorlik qilishgan ekan. Hammasiga rahmat. Rahmat otajon, maylimi birozgina qimmatli vaqtingizni olib ushbu dilnomani o'qib eshitirsam? Bemalol. Rahmat otajon, ushbu dilnomaning har bir satrlari aynan siz uchun atalgan. Assalomu alaykum otajonim. Bu dunyodagi eng hurmatli, eng aziz insonim. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Siz mening hayotimning ustuni, tayanchim va jannatimning eshigisiz. Allohning ulug' ne'mati bo'lgan sizdek otaga ega bo'lishim hayotimdagi eng katta baxtimdir. Sizning mehnatlaringiz va nasihatlaringiz har doim mening yo'limni yoritib kelmoqda. Otajonim, sizning yuzingizdagi nur va qalbingizdagi poklik biz farzandlaringiz uchun eng ulug' mukofotdir. Har bir yutug'imizda, har bir mehnatimizda sizning mehnatingiz va sabringiz aks etib turadi. Siz biz uchun sabr va matonatning namunasisiz. Alloh sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr va ko'ngil xotirjamligini ato qilsin. Har bir kuningiz quvonch va barakaga to'lsin. Otajonim, siz mening qalbimdagi faxrim, oromimning manbaisiz. Sizning orzu va istaklaringizni ro'yobga chiqarish mening hayotimdagi eng katta maqsadimdir. Men doimo sizni rozi qilishga, sizni dunyo va oxiratda baxtli qilishga intilaman. Allohning izniga sizni haj va umra safarlariga jo'natish va o'sha muborak joylarda ibodat qilayotganingizni ko'rish nasib qilsin deyman. Otajonim, siz bizning uyimizning suyanchi, oilamizning qalqonisiz. Sizning kuch-g'ayratingiz, oqilligingiz va mehribonligingiz tufayli biz har doim bir butun bo'lib yashayapmiz. Sizning har bir qilgan mehnatingiz va bizga qaratilgan g'amxo'rligingiz uchun Allohim sizga behisob savoblarni ato qilsin deyman. Men sizning o'g'lingiz sifatida doimo sizni dunyolar kezdirishga, siz uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratishga intilaman. Sizni orzu va rejalar
rejalarimizni amalga oshirish yo'lida qo'limdan kelgan barcha ishni qilishga va'da beraman. Men sizning hurmat va e'tiboringizga munosib bo'lishga intilaman. Shu damdan foydalanib, otajonim sizni ranjitganlarim uchun uzrlarimni so'ramoqchiman. Yoshlik qilib qo'ygan bo'lsam, iltimos otajonim meni kechiring. Sizni juda yaxshi ko'raman. Aytmasamda iymanib bir bor mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay eshiting ming bor, dada sizni yaxshi ko'raman. G'amlar ichra sabri sinmagan, huzur halovat nima bilmagan, bizni o'ylagan, dada sizni yaxshi ko'raman. Qalbi daryo mehri ummatim, sizga aytay cheksiz rahmatim, mehribonim, baxtu davlatim, dada sizni yaxshi ko'raman. Sizga aytar gaplarim bisyor va she'rimda ayladim izhor, qayta aytayin takror, dada sizni yaxshi ko'raman deb o'z qalbliklarga yakun yasaganlar. Sizning hamlarga aytar so'zingiz bo'lsa qoldirishingiz mumkin. Hamlarga rahmat, sizlarga rahmat. Kitobda niyat qiladiganlar sizlarga uzun umr tilayman. Rahmat otajonim, aytganingiz kelsa, shuningdek sizni loyihamiz ham chin yurakdan muborakbod etadi. Doimo oila, do'stlar davrasida, yaqinlar e'zozida bo'ling deymiz. Mana shunday kunlarni ko'p ko'ring. Muhimi xayrli bo'lsin, salomat bo'ling. O'g'lingiz bilan rahmat qilaman. Dunyoda topganim nima? Arzimaydi o'zizdan dada. Quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada. Kamingizni bildirmagansiz, g'amingizni bildirmagansiz. Bardosh qilib ko'zingizdagi namingizni bildirmagansiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Or bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Borligimga sababim dadam, siz qibla tarafim dadam. Siz tufayli bor mening nomim, sha'nim o'zim, sharafim dadam. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib quchgin, bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida, senga mehri daryodek toshqin. Omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Qalb so'zimda tor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Hey, omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Qalb so'zimda tor bo'ling dada. Suyanganimsiz, yer qoqilsam kuyunganimsiz. O'zingiz och qolganda ham o'zi yemay ilinganimsiz. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib quchgin, bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida,
menga mehri daryodek toshqin. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, g'ururimsiz or bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada, qalb so'zimda tor bo'ling dadam, baxtim uchun bor bo'ling dada. Bo'limi? Dada, barobar niyat qilganman sizni haj safariga borishni.